77. Ögdilmiş, olgurmuşqa tush tabirini eytidu. Oldi bilan tush o'rish ilmini yaxshi bilish kerak. Ondan yaxshi o'ylab ta'bir berishga bo'ladi. Tushni o'rish har turlik bo'ladi. Uning hammasini bilish kerak, ey oq ko'ngil. Bilmaydigan kishiga tushingni echib aytma. Biladigan kishiga tushingni ayt, ammo kechida aytma. Kechida ko'rgan tushingning ta'biri boshqa. Agar kunduzi tush ko'rsang, ko'rinishi yana boshqadir. Tush ilmiga nazar solsang, sharti bak ko'p. Oldi bilan buni bilish, aql ishiltish kerak. Tushni o'z ko'nglingga kelgunicha o'rmasliking kerak, yoki ko'rganlik kishiga aytmasliking kerak. Hamma tushni tush deb o'rayvermaslik kerak. Bu tushning ta'biri bak ko'pdir, ey dona. Tushga ta'bir berma, ta'bir bersang bilim bilan ba. Qiyosan ma'nosi bilan yaxshi selishtirib-ku. Kishi tush ko'rsa, ta'birini so'rashga boradi. Ta'bir berishni bilmasa, tushning foydasi yo'qaydi. Bilimi dengizda kishi nima deydi, angla. Bu so'zga amal qilib, yuzingni yo'riq qil. Tush ta'birga qaraydi. Tushga yaxshi ta'bir ber, tegi taxtini bilgin, aql bilan qara. Tushni qandoq o'rasang shundoq bo'ladi. Tushni yomonlikqa o'rma, sana ziyni tegadi. Ko'p ishlar bo'ladi-ki, bu yemek içmekka bog'liqdir. Yaramas yemekliklarni yegan bo'lsa, tush qalaymaqon bo'ladi. Yana bir xil tush yil faslga bog'liqdir. Kishining xilitlari kuchayib, tush shuningga tortib ketadi. Yil fasli bahor bo'lib, odam kichik bo'lsa, hammani qizil, yerni qora ko'rsa, ro'shanki uning qani kuchaygan bo'ladi. Uningga aytqin ma'lum miqdorda qon oldirsin. Yil fasli yoz bo'lsa, tush ko'rgichi yigit bo'lsa, tushida seriq, hol yoki zaparang sho'x ranglarni ko'rsa, saprosi kuchaygan bo'ladi, ey dona. O'zini bo'shitishi, taranjivil ichishi kerak. Yil fasli kuz bo'lib, tush ko'rgichi o'ttir yosh bo'lsa, tushida qora tog', quduq, cho'nqurliq ko'rsa, savdosi kuchaygan bo'ladi, ey qarindosh. Dori ichishi, mingisini tozalashi kerak, ey adash. Yil fasli qish bo'lib, tush ko'rgichi qeri bo'lsa, tushida oqar suv, muz, qor, mo'ldir ko'rsa, qara, uning balg'imi eshib ketgan bo'ladi. Issiqlik yegizish, dori ishkizish kerak. Yana biri qalaymaqon tushlarmi bo'ladi. Bundoq tushga ta'biri yo'q, ey qudratlik. Kechida o'ylanib yotsa, shuni tushida ko'rsa, uningga ta'bir yo'q, ta'bir maskanmaydi. Yana bir xil tushba, u shaytondan bo'ladi. Bundoq tushni ko'rgichilar g'usl qilish kerak. Yana bir kishi tushida o'z hunurini ko'rsa, buningga ta'bir yo'q, ey mag'rur yigit. Bularning hammasini bilish, aqlni yetkazish kerak. Ayirib, farqlantirib, ondan ta'bir berish kerak. Ta'bir berguchi hakim nima deydi, angla. Kim tush ko'rsa, ta'birini o'zi so'rashi kerak. Ko'rilgan tushga bilib bilmay ta'bir berma. Tushni qandoq o'rasa shundoq bo'ladi. Tushda g'am qayg'u ko'rsa, o'ngida shodlik ko'radi. Shodlik ko'rsa, yig'lab qayg'uradi. Tushga ta'bir berish bir xil bo'lmaydi. Buni bak o'ylab aytish kerak, ey oq ko'ngil. Qara, avom tushining ta'biri boshqadir. Baglarning tushini o'rish yana boshqadir. Tushda xushallik, o'yin tomosha ko'rsa, g'am qayg'u payti yetib keldi degan so'z. Yana tushda yig'lab hasrat cheksa, rohat bilan shodlanadi, ming shodlikqa erishadi. Yana shundoq tushlarmi borki, uning ta'biri sana emas, boshqalar uchun foydali. Demak, tush odamga qarab o'riladi. Uningga yaxshi ta'bir berilsa, aqlga yaqin bo'ladi. Qara, tush shundoqki, ba'zilar ko'rsa sog'lom bo'ladi, shu tushni ba'zilar ko'rsa kasal bo'ladi. Ey qarindosh, buning hammasini bilish kerak. Ondan tushni o'rish kerak, ey do'st. Sening tushing qandoq? Menga aytib ayt.
Şunaga qarab, ayırıp, farqlandırıp ta'bir beray.